Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shaxsan aloqaga chiqishni zarur deb hisobladim. Chunki hozir men aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlar 6 yoshdan oshgan har bir kishi uchun so'zsiz ravishda hayotiy ahamiyatga ega. Agar siz ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rmasdan turib, juda muhim imkoniyatni qo'ldan boy berishingiz yoki hatto jiddiy moliyaviy muammoga duch kelishingiz mumkin. Bu sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingiz va kundalik qulay hayotingizga bevosita ta'sir qiladi. Hozirgi kunda pensiya tizimida yuz berayotgan o'zgarishlar shunchalik jiddiyki, ularni tushunmaslik va tegishli choralarni ko'rmaslik katta afsusga olib kelishi mumkin. Shu sababli hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Bu videoga like bosing va xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Toki muhim yangiliklarni o'tkazib yubormang. Avvallari pensiya olish jarayoni ancha sodda va tushunarli edi deb o'ylashimiz mumkin. Odamlar belgilangan yoshga yetgach, tegishli idoralarga murojaat qilib, mehnat daftarshalari asosida pensiya tayinlanishini kutishardi. Ma'lumotlar asosan qog'oz shaklida yuritilar, arxivlar va mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limlarida saqlanardi. Qo'shimcha imtiyozlar yoki ijtimoiy yordamlar ham ma'lum bir doiradagi fuqarolarga standart sharoitlarda taqdim etilardi. Ko'pincha fuqarolardan barcha hujjatlarni shaxsan olib borish talab qilinardi. Bu esa ayniqsa yoshi kattalar uchun ancha qiyinchilik tug'dirardi. Axborotlar ko'proq televideniya, gazetalar yoki og'zaki tarzda, ya'ni mahalla faollari orqali tarqatilardi. Bu tizim o'zining afzalliklariga ega bo'lsa-da, ba'zan byurokratik to'siqlar, hujjatlarni qidirishdagi qiyinchiliklar va ma'lumotlarning yetib bormasligi sababli pensionerlar muhim imkoniyatlarni o'tkazib yuborishardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan pensiya ta'minotining shaffofligi va shaxsiylashtirilgan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini joriy etish to'g'risidagi yangi qaror qabul qilindi. Bu qarorning asosiy maqsadi pensiya hisoblash jarayonini yanada adolatli va ochiq qilish, shuningdek, har bir pensionerning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda aniq yo'naltirilgan ijtimoiy yordam ko'rsatishdir. Barcha pensiya ma'lumotlari to'liq raqamlashtirilmoqda va yagona elektron bazaga kiritilmoqda. Endi nafaqat sizning mehnat tajingiz, balki o'zgaruvchan oilaviy ahvolingiz, sog'lig'ingizdagi o'zgarishlar va hatto ijtimoiy faolligingiz ham yangi ijtimoiy paketlarni olish uchun asos bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, sizning ma'lumotlaringiz qanchalik to'liq va aniq bo'lsa, shunchalik ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Ushbu o'zgarishlar faqatgina yangi pensiya oluvchilarga emas, balki hozirda pensiya olib turgan barcha fuqarolarga ham tegishlidir. Ayniqsa 60 yoshdan oshganlar uchun juda muhimdir. Endi esa ushbu yangi tizimning eng muhim jihatlarini batafsil ko'rib chiqaylik. Ya'ni siz nimani bilishingiz kerak, kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi lozim va kimlar uchun xavotirga o'rin yo'q. Birinchidan, shuni bilishingiz kerakki, yangi qarorga ko'ra 60 yoshdan oshgan barcha pensionerlar o'zlarining mehnat staji, daromadlari va shaxsiy ma'lumotlarini, masalan, oilaviy ahvoli, turar joyi elektron platforma orqali yangilashlari yoki mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limlariga shaxsan taqdim etishlari shart. Bu majburiy jarayon bo'lib, uning asosiy maqsadi sizning pensiyangizni maksimal darajada optimallashtirish va sizga tegishli bo'lgan barcha qo'shimcha imtiyozlarni aniqlashdir. Chunki yangi tizim har bir pensioner uchun shaxsiy ijtimoiy ball hisoblab chiqadi. Bu ball sizning mehnat stajingiz davomiyligi, daromadlar miqdori, oilaviy ahvolingiz, masalan, yosh bolali bo'lish yoki nogiron farzandga g'amxo'rlik qilish, sog'lig'ingiz holati, masalan, surunkali kasalliklar mavjudligi va hattoki ko'ngillik faoliyatingiz kabi ko'plab omillarga bog'liq bo'ladi. Shunchalik ko'p ijtimoiy yordam paketi taqdim etiladi. Kimlar ayniqsa xavotirga tushishi kerak? 1. Asl hujjatlar tartibsiz bo'lganlar. Misol uchun 7 yoshli Ahmad aka uzoq yillar kolxozda ishlagan. Uning mehnat daftarchasi qisman to'ldirilgan yoki ba'zi davrlar uchun hujjatlar mavjud emas. Eski tizimda bu muammoli bo'lsa-da, ba'zan ma'lumotlar arxivlardan topilib hisobga olinardi. Endi esa yangi raqamlashtirish tizimi har bir davr uchun aniq tasdiqlovchi hujjat talab qiladi. Agar Ahmad aka o'z ma'lumotlarini to'liq yangilamasa, uning pensiyasi hisobiga kirishi mumkin bo'lgan qo'shimcha staj yillari hisobga olinmasligi va natijada u oladigan pensiya miqdori pasayishi mumkin. Masalan, yangi tizimda har bir tasdiqlangan mehnat yili uchun qo'shimcha 10 000 so'm bonus berilishi mumkin.
Amat aka esa 5 yil stajini tasdiqlay olmasa, oyiga 5,5 so'm yo'qotadi. 2. Ostish so'nggi yillarda ish joyini tez-tez o'zgartirganlar yoki norasmiy ishlaganlar. 2 yoshli Dilshod aka bir necha bor turli korxonalarda ishlagan. Ba'zi joylarda esa norasmiy shartnomalarsiz faoliyat yuritgan. Hozir u faqat oxirgi rasmiy ish joyi bo'yicha pensiya olmoqda. Yangi tizim norasmiy ish stajini hisobga olish imkoniyatini ham berishi mumkin. Ammo buning uchun fuqaro tegishli guvohliklar yoki hisob raqamiga tushgan pul o'tkazmalari kabi boshqa turdagi tasdiqlarni taqdim etish kerak bo'ladi. Agar Dilshod aka bu ma'lumotlarni yig'ib taqdim etmasa, uning haqiqiy mehnat faoliyati hisobga olinmasdan qoladi va u yangi imtiyozlardan mahrum bo'ladi. Misol uchun, har bir norasmiy ishlagan yil uchun shartli bepushtlik pensiya ustamasi berilishi mumkin edi. Ammo hujjatlar yo'qligi sababli bu bonusni ola olmaydi. 3. Astirish chet elda ishlagan fuqarolar. 6-5 yoshli Said akamiz 10 yil Rossiyada qurilishda ishlagan, ammo u yerda rasmiy pensiya ta'minotiga hissa qo'shmagan. O'zbekistonda u faqatgina mamlakat ichidagi staji bo'yicha pensiya oladi. Yangi qonun chet eldagi mehnat stajini ham hisobga olish imkoniyatini taqdim etishi mumkin. Agar fuqaro tegishli hujjatlarni, masalan, ish beruvchining ma'lumotnomasi, soliq to'laganlik haqidagi hujjatlar taqdim etsa. Bu Said aka uchun pensiyasini sezilarli darajada oshirish imkoniyatini yaratadi. Agar u harakat qilmasa, bu ulkan imkoniyatni qo'ldan boy beradi. Masalan, har bir chet el staji yiliga pensiyaning iqshindi hisobida qo'shimcha mablag' berish ko'zda tutilgan. 10 yil uchun esa bu umporli pensiya ustamasini tashkil qiladi. Oilaviy ahvolda o'zgarishlar bo'lganlar yoki yordamga muhtoj yaqinlari borlar. Margina opa 38 yoshda. U yolg'iz yashaydi va nogiron nabirasiga qaraydi. Eski tizimda bu faqat ma'lum bir ijtimoiy himoya dasturlari orqali hisobga olinishi mumkin edi. Yangi tizimda esa nogiron oila a'zosiga g'amxo'rlik qilish uchun alohida ijtimoiy ball beriladi. Bu esa Merinissa opaning umumiy pensiya summasiga qo'shimcha ustama shaklida ta'sir qilishi mumkin. Bu ustama har oyda 1,5 so'mgacha bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun u nabirasining nogironligi haqidagi ma'lumotlarni va u unga g'amxo'rlik qilayotganini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish kerak. Kimlar xavotirga tushmasligi kerak. Asterisk, ya'ni ma'lumotlari to'liq raqamlashtirilgan va tasdiqlanganlar. Agar siz so'nggi yillarda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va barcha hujjatlaringiz zamonaviy elektron tizimlarda aks ettirilgan bo'lsa, sizning ma'lumotlaringiz yangi tizimga avtomatik ravishda o'tkazilishi ehtimoli yuqori. Biroq shunday bo'lsa ham bir marta tekshirib qo'yish ortiqcha bo'lmaydi. Chunki yangi bonuslar yoki imtiyozlar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. 2. Astirish davlat korxonalarida uzluksiz mehnat stajiga ega bo'lganlar. Agar siz umringiz davomida bitta yoki bir nechta davlat korxonasida uzluksiz ishlagan bo'lsangiz va barcha mehnat daftarchangizga oid yozuvlar tartibda bo'lsa, sizning ma'lumotlaringiz elektron bazalarda mavjud bo'lish ehtimoli yuqori. Shunday bo'lsa ham, o'zingizga tegishli bo'lgan yangi ijtimoiy yordam paketlari yoki ballar tizimi bo'yicha bonuslarni aniqlash uchun ma'lumotlaringizni yangilash tavsiya etiladi. Asosiy xulosa shuki, hozirgi kunda har bir pensioner, hatto ma'lumotlari tartibda deb hisob olsa ham, o'zining shaxsiy ma'lumotlarini pensiya jamg'armasi bilan yangilab olishi shart. Chunki yangi tizim sizga avvalgi tizimda mavjud bo'lmagan qo'shimcha imtiyozlar va moddiy yordamni taklif qiladi. Ammo buning uchun siz faol bo'lishingiz va ma'lumotlaringizni to'g'rilashingiz kerak bo'ladi. Pensiyangizni shunchaki o'zgarishsiz qoldirish emas, balki uni maksimal darajada oshirish va qulay hayot kechirish imkoniyatini yaratishdir. Endi esa ushbu yangi tizimda uchraydigan istisnolarni, yashirin qiyinchiliklarni va ko'zga tashlanmaydigan nozik jihatlarni ko'rib chiqaylik. Bu jihatlar sizni kutilmagan muammolardan himoya qilishga yordam beradi. Birinchidan, asterisk istisnolar. Ma'lum bir toifadagi fuqarolar uchun ma'lumotlarni yangilash jarayoni avtomatik ravishda amalga oshirilishi mumkin. Masalan, 2-jahon urushi faxriylari Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar. Ba'zi bir turdagi nogironligi bor shaxslar yoki doimiy ravishda davlat ijtimoiy xizmatlari nazorati ostida bo'lgan yolg'iz pensionerlar. Ularning ma'lumotlari davlat organlarida markazlashgan bo'lib, ular uchun zarur yangilanishlar pensiya jamg'armasi tomonidan avtomatik ravishda kiritilishi mumkin. Biroq hatto ushbu toifadagi fuqarolar ham xotirjamlik uchun o'zlarining shaxsiy kabinetlariga agar mavjud bo'lsa kirib yoki mahalliy bo'limga murojaat qilib, ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlab olishlari tavsiya etiladi. Chunki
avtomatik tizim ham ba'zan kichik xatoliklarga yo'l qo'yishi mumkin. Bu esa sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha imtiyozlarni o'tkazib yuborishga sabab bo'ladi. Ikkinchidan, asterisk yashirin qiyinchiliklar va tuzoqlar. Bu eng muhim qismdir. Chunki ba'zi odamlar firibgarlar qurboni bo'lishi yoki muhim imkoniyatlarni o'tkazib yuborishi mumkin. 1. Asterisk firibgarlar faollashuvi. Yangi tizim joriy etilishi bilan firibgarlar ham faollashishi mumkin. Ular o'zlarini pensiya jamg'armasi xodimi yoki ijtimoiy xodim qilib tanishtirib, sizdan bank kartangiz ma'lumotlarini, PIN kodlarni yoki shaxsiy identifikatsiya raqamlaringizni so'rashi mumkin. Qat'iyan eslab qoling. Pensiya jamg'armasi yoki boshqa davlat idoralari xodimlari sizdan hech qachon telefon orqali bank kartangizning to'liq raqamini, amal qilish muddatini yoki 3 xonali CVV kodini so'ramaydi. Bunday qo'ng'iroqlarga ishonmang. Darhol go'shakni qo'ying va shubhali holatlar haqida mahalliy huquq-tartibot organlariga yoki pensiya jamg'armasining rasmiy ishonch telefoniga xabar bering. Rasmiy aloqa faqatgina rasmiy veb-sayt, mobil ilova yoki shaxsan bo'limga tashrif orqali amalga oshiriladi. 2. Asterisk muddati o'tgan arizalar. Yangi tizimda ba'zi imtiyozlar yoki bonuslar cheklangan muddat ichida murojaat qilishni talab qilishi mumkin. Agar siz belgilangan muddat ichida o'z ma'lumotlaringizni yangilamasangiz yoki tegishli arizani topshirmasangiz, sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'lar yoki ijtimoiy yordam paketlaridan mahrum bo'lishingiz mumkin. Masalan, keksalar uchun qishki isitish kompensatsiyasi dasturi faqat sentyabr oyi oxirigacha ariza berganlar uchun amal qiladi. Agarda o'z vaqtida ariza topshirilmasa, keyingi yilda bu imkoniyatdan foydalanish mumkin bo'lmaydi. 3. Asterisk noto'g'ri ma'lumot taqdimi etish. Ba'zan pensionerlar bilmasdan noto'g'ri yoki chala ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Bu esa pensiyaning noto'g'ri hisoblanishiga yoki qo'shimcha imtiyozlarning berilmasligiga olib kelishi mumkin. Agar sizning ma'lumotlaringizda qarama-qarshiliklar aniqlansa, pensiya to'lovlari vaqtincha to'xtatilib, qo'shimcha tekshiruvlar talab qilinishi mumkin. Bu esa ortiqcha stress va vaqt yo'qotishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun har bir hujjat va ma'lumotni 2 marta tekshirish muhimdir. 3-dan asterisk ko'zga tashlanmaydigan nozik jihatlar. 1. Xorijiy mehnat stajini hisoblashning yangi tartibi. Avvallari chet elda ishlagan vaqtni O'zbekistondagi pensiya stajiga qo'shish juda murakkab edi. Yangi tizim ba'zi mamlakatlar bilan tuzilgan shartnomalar asosida xorijiy stajni ham hisobga olish imkoniyatini yaratishi mumkin. Ammo buning uchun sizdan o'sha davlatdagi ishlaganligingizni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, ish beruvchining xati, soliq to'lovlari haqidagi ma'lumotnoma, mehnat shartnomasi nusxasi talab qilinadi. Bu jarayon ancha vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar tezroq boshlash tavsiya etiladi. 2. Asterisk norasmiy bandlik va o'zini o'zi band qilgan fuqarolar uchun imkoniyatlar. Ilgari norasmiy ishlagan yoki o'zini o'zi band qilgan fuqarolar pensiya stajini shakllantirishda qiynalishardi. Yangi tizimda bunday fuqarolarning mehnat faoliyatini pensiya jamg'armasi tomonidan tasdiqlangan maxsus mexanizmlar orqali hisobga olish imkoniyati yaratilishi mumkin. Masalan, siz tadbirkorlik faoliyatida ishlagan bo'lsangiz, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, sizdan mijozlar bilan tuzilgan shartnomalar, pul o'tkazmalari, kvitansiyalar yoki hatto mahallaning tavsiyanomasi talab qilinishi mumkin. Bu alohida e'tibor talab qiladigan jarayon bo'lib, sizning moliyaviy kelajagingiz uchun juda muhimdir. 3. Mahalla qo'mitalarining roli. Yangi tizimda mahalla qo'mitalarining pensionerlarga yordam berishdagi roli sezilarli darajada oshiriladi. Agarda sizda elektron platformalardan foydalanish imkoniyati bo'lmasa, kompyuterda ishlashni bilmasangiz yoki pensiya jamg'armasiga shaxsan borishga qiynalsangiz, siz o'z mahallangizga murojaat qilishingiz mumkin. Mahalla fori sizga ma'lumotlarni to'plashda, arizalarni to'ldirishda va pensiya jamg'armasi xodimlari bilan bog'lanishda yordam berishi shart. Bu ayniqsa texnologiya bilan unchalik do'st bo'lmagan yoshi ulug' fuqarolarimiz uchun juda katta yordam bo'ladi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Siz uchun aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar tayyorladim. Birinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring va tartibga soling. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan oldin pasportingiz, mehnat daftarchangiz yoki uning elektron shaxli ma'lumotlari, nikoh guvohnomangiz, agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, oliy ma'lumot to'g'risidagi diplomangiz agar mavjud bo'lsa va boshqa mehnat faoliyatingizni tasdiqlovchi hujjatlaringiz, masalan, arxiv ma'lumotnomalari
ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruqlar, harbiy guvohnomalarni to'liq ko'zdan kechiring. Ularda qandaydir xatoliklar, yozuvlardagi chalkashliklar yoki o'tkazib yuborilgan davrlar bormi? Tekshiring. Agar mavjud bo'lsa, ularni avvalo to'g'rilash choralarini ko'ring. Ba'zi ma'lumotlarni, masalan, arxivdan oldindan so'rab olish vaqtingizni tejaydi. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining rasmiy resurslaridan foydalaning. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa yoki oila a'zolaringiz yordam berishga tayyor bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytiga pfuz kiring yoki mening pensiyam mobil ilovasini yuklab oling. Bu platformalar orqali siz o'z shaxsiy kabinetingizga kirib, mavjud pensiya ma'lumotlaringizni ko'rishingiz, mehnat stajingizni tekshirishingiz va zarur bo'lsa, ma'lumotlarni onlayn tarzda yangilashingiz mumkin. Aynan shu yerda sizning shaxsiy ijtimoiy ballingizni ham hisoblab chiqish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Saytda ko'pincha savol-javob bo'limi va batafsil ko'rsatmalar mavjud bo'ladi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lmasa yoki onlayn platformalarda ishlashni bilmasangiz, darhol yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Bu eng to'g'ri va xavfsiz yo'l. Qayerga borish kerak? Yashash joyingizdagi, doimiy ro'yxatdan o'tgan manzilingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ularning manzillari va ish vaqtlari haqida mahallangizdan yoki yaqinlaringizdan so'rab bilishingiz mumkin. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Murojaat uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. BIN, asl pasport, shaxsiy guvohnoma sifatida. Pasportning asli va bir nusxasi kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi, asl mehnat daftarchasi asli va undagi barcha to'ldirilgan sahifalarning nusxalari. Agar sizda elektron mehnat daftarchasi mavjud bo'lsa, uning ma'lumotlarini ham taqdim etish zarur. 3. Asl sizning ma'lumotlaringizda daromadlar bo'yicha daromad aniqliklar kiritish talab etilsa, so'nggi ish joyingizdan yoki soliq idorasidan tegishli davrlar uchun ma'lumotnoma olishingiz kerak. 4. Nikoh guvohnomasi. Agar familiyangiz nikoh tufayli o'zgargan bo'lsa, bu hujjatni taqdim etish muhim. 5. Tug'ilish guvohnomasi. Ba'zi hollarda, ayniqsa mehnat daftarchasidagi ism-sharif yozuvlarida xatolik bo'lsa, talab qilinishi mumkin. 6. Diplom yoki o'qish joyidan ma'lumotnoma. Agar siz oliy yoki o'rta maxsus ta'lim muassasalarida o'qigan bo'lsangiz, bu davr ham stajga qo'shilishi mumkin. Attirish harbiy guvohnoma. Agar siz harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz. Nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar siz yoki sizning qaramog'ingizdagi shaxs nogiron bo'lsa, qo'shimcha imtiyozlar olish uchun zarur. Nimani yozish kerak? Pensiya jamg'armasi bo'limida sizga standart ariza shaklini berishadi. Bu arizada siz o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritishingiz, mehnat faoliyatingiz haqida qisqacha ma'lumot berishingiz va pensiya hisobingizni qayta ko'rib chiqish yoki ma'lumotlarni yangilashni so'rashingiz kerak bo'ladi. Agar sizning qandaydir aniq savollaringiz yoki ma'lumotlaringizda chalkashliklar bo'lsa, ularni arizada alohida ko'rsatib o'ting. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga arizani to'ldirishda yordam berishga majburdirlar. Arizaning ikkinchi nusxasini qabul qilinganligi haqidagi shtamp bilan o'zingizda saqlab qolishni unutmang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi. 4-qadam, mahalla qo'mitasi yordamidan foydalaning. Agar siz uchun pensiya jamg'armasiga borish qiyin bo'lsa, yashash joyingizdagi mahalla qo'mitasiga murojaat qiling. Ular sizga pensiya jamg'armasi bilan bog'lanishda, hujjatlarni to'plashda yoki hattoki pensiya jamg'armasi xodimlari bilan uchrashuv tashkilotda yordam berishga majburdirlar. Mahalla sizga eng yaqin ijtimoiy yordam markazidir. Azizlar, unutmasligimiz kerakki, bizning farovonligimiz va moliyaviy barqarorligimiz ko'pincha bizning faolligimizga bog'liq. Hozirgi pensiya tizimidagi ushbu o'zgarishlar faqatgina sizning foydangizga xizmat qiladi. Ammo buning uchun siz ma'lum bir harakatlarni amalga oshirishingiz shart. Bu shunchaki bir byurokratik jarayon emas, balki sizning kelajagingiz uchun kiritilgan investitsiyadir. Bu ma'lumotni oilangiz va do'stlaringiz bilan baham ko'ring, chunki u ularga ham yordam berishi mumkin. Axir, hammamiz bir-birimizga yordam berishimiz kerak, ayniqsa yosh ulug'larimizga. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, ularga javob berishga harakat qilamiz. Videoni like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Toki biz siz uchun eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etaylik.
E'tiboringiz uchun rahmat va salomat bo'ling.